Kamolning aytib ketgan gaplari Sardorning xayolidan chiqmay qoldi. Ba'zi sirlar ochilsa, muhabbat ham tugaydi. Bu jumla uning qulog'ida qayta-qayta jaranglardi. Malika esa o'sha kundan keyin ancha o'zgarib qolgandek edi. U avvalgidek ochiqchasiga kulmas, ba'zan suhbat paytida uzoqqa tikilib qolardi. Go'yo yuragida hali aytilmagan og'ir bir haqiqat bor edi. Sardor uni siqishni istamadi. Chunki u endi Malikaning hayoti oson kechmaganini tushunib yetgandi. Ammo qalbining bir chekkasida bezoftalik osib borardi. Bir kuni kechqurun ular shaharning sokin xiyobonlaridan birida sayr qilishardi. Daraxtlar orasidan esayotgan mayin shamol bahorning hidini olib kelardi. Malika jim edi. "Nima o'ylayapsan?" deb so'radi Sardor. Malika bir muddat javob bermadi. "Agar ba'zi haqiqatlarni bilib qolsang, meni kechira olarmiding?" Sardor to'xtab qoldi. "Gap nimada?" Malika uning ko'zlariga qaradi. O'sha nigohda qo'rquv ham, sog'inch ham bor edi. "Hali ayta olmayman." Bu javob Sardorni qoniqtirmadi. Lekin u yana bosim o'tkazmadi. Oradan bir hafta o'tdi. Shu kunlarning birida Sardor ish bilan shifoxonaga yaqin joyda bo'lib qoldi. U Malikani ko'rishga qaror qildi. Koridorda uni izlab yurganida bir palatadan kulgi ovozi eshitildi. Sardor beixtiyor ichkariga qaradi. Malika kichkina bir qizaloq bilan gaplashib o'tirardi. Qizaloq taxminan 9 yoshlar atrofida edi. Uning ko'zlari juda tanish tuyuldi. Qizcha kulib Malikaning bo'ynidan quchoqladi. "Oyi, bugun uyga qachon ketamiz?" Sardorning yuragi bir zumda muzlab ketgandek bo'ldi. "Oyi." U bir necha soniya joyida qotib qoldi. Malika esa eshik oldida turgan Sardorni ko'rib oqarib ketdi. Atrof birdan jim bo'lib qolgandek edi. Qizaloq esa hech narsani tushunmasdi. "Oyi, bu amaki kim?" Malika javob bera olmadi. Sardor esa asta ortiga o'girildi va koridordan chiqib ketdi. Uning ichida bo'ron boshlangandi. Demak, Kamol aytgan sir mana shu ekan. Malikaning farzandi bor edi. Va u bu haqiqatni yashirib kelgan edi. O'sha kuni Sardor uyga qanday yetib borganini ham bilmay qoldi. U tun bo'yi uxlamadi. Ming xil fikr xayolidan o'tdi. Malika turmushga chiqqanmi? Nega bu haqda aytmagan? Nega unga yana yaqinlashgan? Ertasi kuni Malika o'zi Sardorning oldiga keldi. Uning ko'zlari yigidan qizarib ketgandi. "Iltimos, meni eshit." Sardor sovuq ohangda javob berdi. "Yana qanday haqiqatlarni bilishim kerak?" Malikaning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. "Men senga yolg'on gapirishni xohlamagandim. Ammo gapirmading. Chunki qo'rqdim." "Nimadan?" "Seni yana yo'qotishdan." Sardor achchiq kulib yubordi. "Men allaqachon 10 yil yo'qolgan edim." Malika yiglab yubordi. "Meni eshitib bo'lmasdan hukm qilma." Sardor indamadi. Shunda Malika asta gapira boshladi. "O'sha qiz mening qizim. Uning ismi Muslima." Sardor sukut saqlardi. "Lekin men hech qachon turmushga chiqmaganman." Bu gap Sardorni hayratga soldi. "Nima? Muslima mening opamning qizi." Malika ko'z yoshlarini artdi. "Opam va kuyovim avtohalokatda vafot etishgan. Muslima endigina 1 yoshda edi." U chuqur xo'rsindi. "Men uni yolg'iz qoldira olmadim. Shuning uchun o'zimning farzandimdek katta qildim." Sardor bir necha soniya indamay turdi. Malika davom etdi. "Men unga haqiqiy onadek bo'ldim. U ham meni oyi deb chaqiradi." Shu paytda Sardor ichidagi og'ir tosh sekin-sekin eriyotgandek bo'ldi. U birdan o'zidan uyalib ketdi. Bir kun ham haqiqatni bilmasdan turib Malikani ayblab ulgurgan edi. "Nega menga oldin aytmading?" "Chunki sen ketib qolishingdan qo'rqdim." "Men ketmadim-ku." Malika mungli kuldi. "Lekin 10 yil oldin ketgan eding." Bu gap Sardorning yuragiga tegdi. Chunki bunda ham haqiqat bor edi. Ikkalasi ham bir-birlarini yo'qotishdan qo'rqib yashashgan edi. Shundan keyin ular orasidagi devor asta-sekin qulay boshladi.
Sardor Muslima bilan tanishdi. Qizaloq juda shoh va aqlli edi. U Sardorni darrov yaxshi ko'rib qoldi. Bir kuni uchalasi bog'da sayr qilishardi. Muslima yugurib kelib Sardorning qo'lidan ushladi. Men sizni yaxshi ko'raman. Sardor kulib yubordi. Men ham seni yaxshi ko'raman. Malika ularni kuzatar ekan, yuragida uzoq yillardan beri sezmagan iliqlikni his qildi. Go'yo hayot unga ikkinchi imkoniyat berayotgandek edi. Ammo sinovlar hali tugamagan edi. Kamol yana paydo bo'ldi. Bu safar u ancha jiddiy edi. U Malikani yolg'iz uchratib qoldi. Men seni ogohlantirgandim. Nima istaysan? Kamol uning ko'zlariga tikildi. Sardor haqiqatning hammasini bilmaydi. Malika xavotir bilan unga qaradi. Qaysi haqiqatni? Kamol sekin kuldi. 10 yil oldin seni ketishga majbur qilgan qarzni kim to'laganini. Malikaning yuzi oqarib ketdi. Bu sirni juda kam odam bilardi. Kamol davom etdi. Men to'laganman. Malika ko'zlarini yumdi. Ha, bu rost edi. O'sha paytda otasining davolanishi va oilasining qarzlarini yopish uchun kerakli pulni aynan Kamol bergan edi. Evaziga esa Malika undan uzoqlashmasligini so'ragan. Lekin Malika baribir uning taklifini qabul qilmagan va boshqa shaharga ketib qolgan edi. Kamolning alam qiladigan joyi ham shu edi. Bir necha kundan keyin Sardor bu haqiqatni ham bilib qoldi. Ammo bu safar u boshqacha qaror qildi. U Malikaning oldiga bordi. Malika uning yuziga qarashga ham qo'rqardi. Men hammasini bilaman. Malika boshini egdi. Kechir. Sardor asta uning qo'llarini ushladi. Nega kechirim so'rayapsan? Chunki hayotingni buzdim. Sardor boshini chayqadi. Yo'q. U chuqur nafas oldi. Hayotimizni taqdir buzgan. Sen emas. Malikaning ko'zlaridan yana yosh oqib tushdi. 10 yil davomida ichida olib yurgan aybdorlik hissi bir lahzada yengillashgandek bo'ldi. Sardor uning yuzini kaftlari orasiga oldi. Men seni hali ham sevaman. Malika yiglab yubordi. Bu so'zlarni eshitishni yillar davomida orzu qilgan edi. Men ham seni sevaman. Atrofdagi hamma narsa yo'qolgandek bo'ldi. Faqat ikki yurakning urishi eshitilgandek edi. Oradan bir necha oy o'tdi. Hayot asta-sekin o'z iziga tushdi. Muslima Sardorga juda o'rganib qoldi. Ular ko'pincha birga vaqt o'tkazishardi. Bir kuni Muslima kulib turib so'radi. Siz biz bilan doim qolasizmi? Sardor Malika tomon qaradi. Keyin qizaloqqa jilmaydi. Agar onang rozi bo'lsa, albatta. Muslima quvonib ketdi. Malikaning esa ko'zlariga yosh keldi. Bu safar qayg'udan emas, baxtdan. Ko'p o'tmay Sardor Malika uchun unutilmas kecha tayyorladi. Ular ilk bor uchrashgan bog'ga kelishdi. O'sha eski o'rindiq hali ham joyida turardi. Sardor cho'ntagidan kichkina quticha chiqardi. Malika darrov nima ekanini tushundi. Yuragi tez ura boshladi. Sardor uning qarshisida tiz cho'kdi. Men seni bir marta yo'qotganman. Uning ovozi titradi. Ikkinchi marta yo'qotishni istamayman. Malikaning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. Menga turmushga chiqasanmi? Malika yiglagancha bosh irgadi. Ha. Shu payt Muslima qayerdandir yugurib chiqib ularni quchoqlab oldi. Uchalasi kulib yuborishdi. Quyosh ufq ortiga botayotgan edi. Osmon oltin rangga kirgandi. Sardor Malikani bagriga bosdi. Malika boshini uning yelkasiga qo'ydi. Bir paytlar taqdir ularni ayirgandi. Ular yillar davomida sog'inch va og'riq bilan yashashgandi. Ammo haqiqiy muhabbat yo'qolmagan edi. U vaqt sinovidan ham, masofadan ham kuchliroq chiqdi. Malika ko'zlarini yumdi va yuragida bir fikr o'tdi. Ba'zan taqdir insonlarni ayiradi. Faqat ular bir-birining qadriga yetishi uchun. Va ba'zan yillar o'tib o'sha insonni yana qaytaradi. Bu safar esa abadiyga. Sardor uning peshonasidan ohista o'pdi. Malika esa tabassum qildi.
Chunki u nihoyat uyga qaytgandi. Sevgan insonining quchogiga qaytgandi.